Endi bizniki hal qilgan ikkinchi masalamiz keldi. Bu yerdagi bu turlar bundaq ko'rinib olmasligi kerak. Bundaq ko'rinib olsa, bet nihoyatda qulaysiz ham rassiz bo'ladi. Shunga men qaysi turni bassam, shunga munosabatli tur bu yerda ichilib berish kerak. Masalan, shirkatni bosgan bo'lsam, shirkatning turi ko'rinish kerak. Mahsulotni bassam, uning turi ko'rinish kerak. Qog'ozlari yoshirinish kerak. Shunga men buning birinchisidan boshqa hammani qanday qilib o'tmay, yuyitmay. Chunki birinchi qitimda shirkat beti ko'rinadiganligi uchun shirkat munosabatli tur bu yerda ko'rinish kerak. Ammo passivniki yoki navbatdagi passiv degan konopkaniki chekilgandikisi indiksi iloqlab. Shunga buningdan burun, mushu chekilishdan burun bet qo'zg'algan vaqtida qanday qilib berish kerak menga? Barliq fiyatni yoshirib o'tish kerak. Ya'ni birinchisidan boshqa barliq fiyatni yoshirib o'tish kerak. Unda bo'lsa ekeldim. Fiyat deb oldim. Fiyatninki birinchisidan boshqa barliq fiyatni qanday qilish kerak? Yoshirish kerak. Yoshirib etdim. Yoshirib etgandan keyin betning programmasini qayta yanglab boqay. Programni qo'zg'atdim, qayta yangiladim. Yangilagandan keyin birinchisidan boshqa barliq tur qanday qilib ketdi? Hozir yoshirinib ketdi. Shirkat, mahsulot, kiyim, dora, tur deganning xohlagan birisini bassam, bu menga shuni munosabatli turni ko'rsatib berish kerak degan bir turimiz qoldi. Unda bo'lsa biz buningki programmasini qanday yozamiz ko'rib boqaylik. Bu yerga men shu buyruqni beray. Masalan, passiv degan turning xohlagan birisini bassam, aktiv holatga o'tgandan keyin shuning bilan birga mos holatga fiyat degan turni qanday qilib berish kerak? Qo'zg'atib berish kerak menga. Unda bo'lsa, ekeldim. Tanladim fiyatni. Fiyatninki mos holatgisini, qaysi indeksnikisini? EQ'dagi, masalan, EQ'ni hisobladim. My index degan turni show qilib berish kerak, ko'rsatib berish kerak. Yoki bo'lmasa buni show bilan olmasdan fade bilan olsam bo'laveradi. Fade in, fade out, fade in degan ko'rsatib berdi, akirish kerak deganni oldim. Bunday vaqtida biroz unum bilan kiradi. Betning programmasini qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan keyin endi men turni besib boqay. Shirkat degan turni bosdim, mahsulot degan turni bosdim, ko'rsatdi. Kiyim degan turni bosdim, buni ko'rsatdi. Dori degan turni bosdim, buni ko'rsatdi. Turlar degan turni bosdim, buni ko'rsatdi. Hammasini ko'rsatib o'tdi. Qaysini bossam, birinchisi qo'shib qo'yib o'tdi.